Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari, kanalimga xush kelibsizlar. Xayrli kech hammaga. Hozir soat 3 bo'lyapti. Xayrli kech desak ham bo'laveradi. Uje kunni yarimi o'tdi. Yarimi o'tib, kechki kunga boryapti kunimiz. Bugun nima qilamiz? Nima deydi? 5 barmoq. 5 barmoq tayyorlaymiz. Suyak solaman, suvga suyaklar. Hozir yana ozgina go'sht solaman. Mana go'shtimizni ham soldik. Suyaklarni solib, past olovda qaynatib, ustini yopib qo'yaman. Ungacha xamirlarni tayyorlab, ishimni qilib, aylanib kelgunimcha xamir pishirishga. Bu obdon go'shtlari pishib, ezilib turadi. Xudo xolasa, qolgan ishlarimizni qilgunimizcha. Hozir ozginagina bir kichkina zuvalachada xamir qilaman. Yetadi. Bizga unaqa ko'p xamir ham shart emas. O'rtacha zuvalada xamir pishiraman. Xamir tayyorlab olaman. Qopqog'ini sal qiya qilib qo'ydim. Endi maydalab qaynab turadi past olovda. Buradan suvini sovoldim. Bizda bunaqa kartoshkalar ustini o'rab, shunaqa qilib qishda kartoshkalarni shunday saqlayman. Mana kartoshkalar. Tagida yana bor. Shunaqa o'rab qo'yib saqlayman kartoshkalarni. Shunaqa hozir sho'rvaga kartoshka olamiz endi. Domaloq qilib solaman-da. Voy o'lsin. Kartoshkalarni tozalab olamiz endi. Ikkitasini boya oshxonada ikkita bor edi, ikkitani tozaladim. Endi qolganini tozalab olamiz. Sho'rva qaynayotdi. Kartoshka solganimga qaynash to'xtab qoldi. Hozir yana qaynaydi, xolasa. Shu suvda xamirlarni pishirib olamiz. Hali xamir qilmadim, chunki endi qilaman. Obdon xamirlarni qilib tindirgunimcha ichidagi hamma narsasi pishadi. Xamiri yoya solib pishirib olamiz sho'rvamizga. Xudo xolasa. O'sha chiroyli tarzda qaynayapti. Sho'rvamiz san'at asari bo'lib. Ularni yoyib, kesib oldim. Kastrulkadan kartoshkalarni oldim. Sabzilar qoldi. Sho'rvani denna idishga soldim. Kastrulkaga suv soldim yana ozgina xamir pishirishga. Endi xamirlarni pishirib olamiz. Mana kichkina kastrulkachaga soldim. Kattasida xamir pishiraman endi. Mana bunda ozgina suv solib qo'ydim. Hozir xamirlarni solib pishirib olamiz chiroyli qilib. Mana sho'rva, oddiy sho'rvaga pishiriladi endi. Bu bo'sh qaynagan suv. Qo'y go'shti, mol go'shti, ot go'shti, tovuq go'shti, uy tovug'i, domashniy farqi yo'q. Yog'li bo'lsa 5 barmoq shirin chiqadi. Agar 5 barmog'i go'shtsiz, agar sharoitga qarab go'shtsiz qilinadigan bo'lsa, masalan, men go'shtsiz bo'ladigan bo'lsa, men tuxum, pomidorlarni qovurib, bolgarskiy kartoshkalarni qovurib, ozgina отдельно idishda qovurib, oddiy suvga xamirlarni qaynatib pishirib olaman doim. Agar xamir yegimiz kelsa, u ham boshqacha shirin chiqadi. Chesnok pishayotgan jarayonida chesnok sovorsa, yanada ham shirin chiqadi xamir ovqatingiz. Mana qaynayam deb qoldi, endi xamirni sovoramiz. Xamirlarni sovolamiz endi. Yuqa yoyib oldim.
xamir yoyganimni ko'rsatmadim sizlarga, nimagaki xamir yoyadigan taxtam oddiy anaqa diski bor-ku. Nima mebelniy taxtada. Xudo xolasa taxta olganimda xamirlarni bemalol yoyib video qilaman sizlarga. Nimagaki taxtangiz nimaga unaqa, taxtangiz nimaga bunaqa deb ko'p odam yozdi. O'shaning uchun anaqagim kelmadi. Yoyib ko'rsatgim kelmadi. Yana asab buzarliklar bo'ladi. O'shaning uchun to'g'risi ko'rsatgim kelmadi. Mana piyoz to'g'rab, sho'rvasiga ozgina o'ldirib olaman-da, bir qaynatib ustini yopib qo'yaman. Xamirlar obdon pishgandan keyin ustiga mana qo'yamiz, quyib olamiz chiroyli qilib. Taxtalar bozorda 100 qancha minam dedi. Xudo xolasa pulim ortsa bozorga borganimda olib kelaman. Qachondir olaman, video qilaman keyin. Xamir yoyganimni ham ko'rsataman sizlarga. Xolasa. Sho'rvani ustini yopib qo'ydim. Yo'qda piyoz qaynayapti. Shunaqa qilib, yo'qda xamir. Xudo xolasa pishirib olamiz hozir. Chiroyli qilib anaqa hovlida pishirayotganimga rosa parlanib, ichi ko'rinayotgani yo'q. Qiyin bo'lyapti ko'rinishi. Ko'rinmayapti. Piyozni dimlab qo'ydim. Boya qaynatgan piyozim. Endi sho'rvani gazga qo'yib qo'ydim. Bir shaqillatib qaynatib, xamirimiz pishdi. Ustiga sop, ichkariga olib kiraveramiz endi. Sho'rvani qo'yib oldim gazga. Sekin qaynashni boshlayapti. Chavlida sola qoldim, qisqichda bo'lmadi. Chunki xamirni sho'rvaga qilganman. Yumshoqda xamir. O'zimizga qattiq qilsak bo'ladi endi. Otamiz tishi o'tsin, bemalol yesin deb sho'rvaga pishirdim. Ham mazali bo'ladi. Shirin chiqadi. Endi go'shtlarini, sho'rvalarni sovolamiz. Xamir bor bu yerda. Xamirlarni ham sovolamiz. Suyagini olamiz ehtiyotlab. Ana. Piyozlarni solib olamiz endi. Mana ovqatimiz ham pishdi. Endi sovib qolmasdan tez-tez uyga olib kiramiz. Hammaga yoqimli ishtaha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilib, meni videolarimni ko'rishda davom etinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sovuqlarda issiq kiyimlar kiyib, o'zingizlarni avaylab asrab yuringlar. O'zbekistondagi